Bolalar kimdir menga bildirmas narsalarga pul to'lamayaptimi? Mana shu darajada dog'dir bo'lishlaringga, to'g'risi. Chunki odam o'z xohishi bilan bu darajada dog'dir bo'lishi mumkin emas-da, seryozni gap. Nima, men kech kirganda menga telefon qilib olib dardingni ayta olasan. Men nima, men bashara dard eshitadigan basharaga o'xshayaptimi? Dardshunosman dedimi biror joyda yo depressiyolog deb o'ylashyapsan? Xursand yurganimga ko'ra olmaysan, mana shu xursand yuribdi, mashina ham bir siqiltirib, depressiyaga tushishga sabab topa olmay yuribdi deb o'ylashasan. Har safar menga telefon qilib aytasan. O'ziga bir narsa qilolmasin deb eshitib beraman har safar. Lekin bolalar endi hali ko'rayotgan kinoyingda bosh qahramon o'lib qolsa ham aytib bermaysan, to'g'rimi? Ko'chada o'lgan qurbaqani eshitib ko'rib qolsang ham menga kelib turib aytib berishmaysan, u dard deb. Sevgilim tashlab ketdi, nima qilsam? Men sevgi farishtasimi, qanday bilaman? Nimcha ko'p tashlab ketdi, nimcha tashlandi bo'lib qolishgan asosiyla. Bir haftada 2 metrdan ham tashlab keta oladi sizlar. Pulli bundan keyin dard eshitish. Qaror 11 dan 3 gacha pulini to'lab bersang, yig'lab ham bera olaman. Shagir, tuplashini qarash.